Assalamu alaykum hurmatli savoqdoshlar. Tayba darsxonamizga xush keldinglar. Hozir biz arab tili tarjima darsimizning 4-darsini o'qiymiz. Biz bugungi darsimizda lamning ma'nolari bilan tanishib chiqamiz. Endi lamning 15 xil ma'nosi bor. Lamning 15 xil ma'nosi bor. Biz hozir qadar lamning eng ko'p qo'llangan ham hozir qadar o'rganib kelgan ma'nosi ning degan ma'nosi. Ning degan ma'nosi. Endi lamninki 15 xil ma'nosining ichidagi eng asosiy ana ma'nosi qaysi deganda dal biz o'rganib kelgan uning igidorchilikni bildiradigan ning degan ma'nosi. Masalan, hadal kitob li Xolidin. Bu kitob Xolidning. Hadihi sayyara li Muhammad. Bu mashina Muhammadning. Mushadagi igidorchilikni bildiradigan ma'nosi buning asosiy ma'nosi. Shunga shundan boshlaymiz. Ya'ni lamning birinchi ma'nosi al-milku. İgidorchilik ma'nosi bor. İgidorchilik ma'nosi bor. Masalan, buning misoli lillahi ma fis samawati wal ard. Osmon va zamindagi narsalar Allohning. Demak, bu milk, igidorchilik vaqtdan ning degan igidorchilikni ifodalaydigan so'zni ishlatamiz. Bu birinchi asosiy ma'nosi. Ham ikkinchi ma'nosining ma'nosi bor deganda, ikkinchi ma'nosi ixtisos ma'nosi bor. Xoslashtirish ma'nosi bor. Xoslashtirish ma'nosi degan qanday desak, oldindan buning misolini ko'rsak, alhamdulillahi hamdu Allohga xosdir deymiz bu yerda. Endi bu xoslashtirish bilan ixtisos bilan milkning qanday farqi bor deganda, milk ikki haqiqiy narsaning o'rtasida bo'ladi. Masalan, yuqoriga oyat qarasak, lillahi ma fis samawati wal ard. Osmon zamindagi narsalar bir haqiqiy narsalar, Alloh degan lafzul jalolning bir haqiqiy so'z. İkisi haqiqiy bo'lgan zot o'tirisi, haqiqiy bo'lgan ikki so'z o'tirisicha keladi. Osmon zamindagi narsalar Allohning. Ammo ixtisoschi desa, ma'no bilan haqiqiy so'z o'tirisida keladi. Masalan, hamdu desak, hamdu sana degan bu abstrakt bir uqum, haqiqiy bir narsa emas. Lillahi bu Allohni bildiradigan haqiqiy bir so'z. Demek, ma'no bilan haqiqiy so'zning o'rtasida bo'lgan bu munosabatni biz nima deymiz? Ixtisos deymiz. Ya'ni buningda xos degan tarjimani qo'shib beramiz. Hamdu Allohga xos. Buning misollarini aytib ko'p. Masalan, an-nijah lil mujtahidin. Muvaffaqiyat tirishqonlarga mansub yoki tirishqonlarga xos. Bu yerdagi mu lil mujtahidin degandiki lammonimi milk emas. Milk emas. Chunki utuq qozonish degan bir haqiqiy narsa emas, bu abstrakt uqumdagi narsa. Demak, haqiqiy narsa bilan abstrakt uqumning o'rtasida munosabati bo'lsa, bu ixtisos bo'ladi. Ya'ni xoslashtirish ma'nosini ifodalaydi. Ammo ikkilisi haqiqiy bo'lib, ikkilisi haqiqiy bir so'z bo'lib qolsa, buningda igidorchilik ma'nosini bildiradi. Farqi shu. An uchinchisi shibhi milk deymiz. Milkka o'xshab ketadigan bir ma'nosi bor. Buni nima uchun milk deb atamaymiz deganda, chunki milk, ya'ni tamlik deb ataymiz. Milk bo'lgan ma'nosida ikki haqiqiy so'zning birisi haqiqiy turda nima bo'la oladi? Ega bo'la oladi. Masalan, osmon zamindagi narsalar Allohning desak, Alloh haqiqatan ega bo'la oladi. Masalan, hadihi sayyara li Muhammad desak, bu mashina Muhammadning desak, Muhammad mashina qanday qila oladi? Ega bo'la oladi. Shibhi milk so'zi ega bo'la olmaydi. Buning misoli masalan al-lijam lil fars. Yugan otning deymiz. Ammo buni biz haqiqiy milk deb atamdoq, yo'q. Nimishqa ot degan yuganga nima bo'la olmaydi? Ega bo'la olmaydi. Al-athaf lid-dar yoki al-athaf lil-bayt deymiz. Oil jabtuqlari uyning desam, uy ega bo'la olamda? Yo'q. Ammo bu yana biz shibhi milk deb ataymiz. Shunchalik farq bor, ammo buni ning degan tarjimani tushuntiramiz. Arab tilida cho'nqilashqa vaqtda shuni ayiramiz, lekin milk bilan shibhi milkka ning degan tarjimani beramiz. Al-ixtisosqa xos, mansub degan ma'nolarni beramiz. Shuning farqini shunda farq qilib olsanglar bo'ladi. Yig'inchoqlab aytgan vaqtda milk deganimiz ikki haqiqiy so'zning o'rtasida bo'ladi. Lamning milk ma'nosi ikki haqiqiy so'zning o'rtasida bo'ladi. Ixtisos ma'no bilan haqiqiy so'zning abstrakt uqumdagi bir ma'no bilan haqiqiy bir so'zning o'rtasida bo'ladi. Shibhi milk ega bo'lmaydigan haqiqiy so'z bilan
bir haqiqiy so'zning o'tirilishi bo'ladi. Igulanmaydi. Ikki haqiqiy so'zning birisi igulanmaydi. Ammo milk ikki haqiqiy so'zning birisi cho'qim igulalaydi. Farq qilmish shu. Ham to'rtinchi ma'nosi tabyin yoki mubayyan, lamul mubayyana deb atlanadi. Farqlantiruvchi, ro'shanlashtiruvchi lam deb. Masalan, Xolidun ahabbu li min Sa'id man nisbatan, ya'ni menga Xolid Sa'iddan qanda yosh suyimlikroq deganga o'xshagan. Bu yerda lining ma'nosi va bayon qilib berish ma'nosi va. Beshinchisi ta'lil ma'nosi, ya'ni illatni bayon qilib beradigan, sababni bayon qilib beradigan. Biz bunda o'tib ketib qoldik. Buning ma'nosini endi birimiz ta'lilninki sabablik, tufayli, uchun degan ma'noni birimiz. Masalan, inna anzalna ilaykal kitabe bil haqq litahkuma baynan nas bima arakalloh. Biz tushirdik sizga kitobni haqiqat bilan nimishqa litahkuma baynan nas. Kishilarning o'rtasida hukm qilishingiz uchun. Demak, bu yerdagi litahkuma degi lamning ma'nosi nima bo'ldi? Uchun, hukm qilishingiz uchun deganga o'xshaydi. Buning misollarini ko'p, masalan, zurutuka lil itminani alayk. Sizni bizga bir xotirjam bo'lish uchun qanday qildim sizni? Ziyorat qildim, yo'qladim deganga o'xshagan. Undan keyin tavkid ma'nosi bor, kuchaytirish ma'nosi bor. Buni biz ziyoda deb atab qo'yamiz, ammo jumla mazmuni qanday qiladi? Kuchaytiradi. Masalan, shoirning bir so'zi bor: "Malakta bayna al-Iraq va Yathrib. Malakta bayna wal-Iraq va Yathrib ajara li muslimin va muahidi." Xalifani maqtab o'qigan she'ri, siz ega bo'ldingiz, Iroq bilan Yathribning o'rtasidagi narsalarni hammasi ega bo'ldingiz. Ajara musulmonni qo'g'didingiz va muahidni mucho qo'g'didingiz. Ahdlashgan kishilarni qanday qildingiz? Qo'g'didingiz. Endi bu yerdagi lamning hech qanday bir ma'nosi yo'q, faqat jumlaning ma'nosini qanday qilib kuchaytirib turadi. Agar ajara musliman va muahidin desak mucho, shu ma'ni ifodalaydi, faqat jumla mazmunini qanday qildi? Kuchaytirib turadi. Buning ayrim biz ma'noda aytmaymiz. Taqviya, bu kuchlantirish bu yerda nimani kuchlantiradi deganda, omil bir ma'muldin omil ta'sir ko'rsatgan obyektivdan keyin kelib qolsa, shu keyin kelib qolgan omilni kuchaytirish uchun obyektivga, ya'ni ma'mulga lam kiradi. Faqat shu ma'mulni, ya'ni obyektivni kuchaytirish uchun kiradi. Shuni biz taqviya deb ataymiz. In kuntum lirru'ya ta'burun. Asli bu oyatda masalan in kuntum ta'buruna ar-ru'ya bo'lsa, bu omil ta'buruna asli fi'l mudori shunday-ku. Bu fi'l mudori omil. Ar-ru'ya tushga ta'bir basanglar degan gap. Agar sizlar tushga ta'bir basanglar degan gap. Degan oyat. Endi bu yerda ru'ya ilgari keldi. Ta'burun degan omil keyin keldi. Shuning uchun bu yerda ojizlashib qoldi. Mus ojizlashib qolgan omilni kuchaytirish uchun ma'mulga, ya'ni obyektivga, ya'ni maf'ulga qanday qildi? Kirdi deymiz. Bu yerda hech qanday ma'ni bermaymiz. Agar sizlar tushga ta'bir basanglar, tushga ta'bir bilan tushumga ta'bir bilan degan oyatdagi in kuntum lirru'ya ta'burundagi lam faqat lam kuchlantirish uchun kelgan deymiz. Buni grammatik jihatdan ham boshqa ma'nosi yo'q. Undan keyin lamning ilo ma'nosi bor. Iloning ma'nosi esa intiho, g'icha degan ma'nosi bor, asosiy ma'nosi. Ilo ma'nosi degan asosiy ma'nosini maqsad qilamiz. Masalan, kullu yajri li ajalin musamma. Hamma ish o'z ajali, o'z bekitilgan vaqtigachilikcha mangdo degan bu oyat karimidagi asli kulli yajri ila ajalin musamma degan ma'noda. Shunga bekitilgan muddatgacha, gacha degan ma'nosini cho'q beramiz. Xuddi ila ba'dikiga o'xshash. Buningki odatda ishlatilgan misollarimiz ko'p. Masalan, saharna limatla'ish shams, kun chiqqan qadar tunudik deganga o'xshagan. Qadar degan ma'nosi ba'da. Uningdan keyin lamninki istig'otha ma'nosi, yordam so'rash ma'nosi bor. Bu mu ko'p uchraydi? Masalan, ya la Xolidin li Bakrin. Qaranglar, la Xolidin bu yordam talab qilinguchi, buningga zivr holati kiradi. Li Bakrin bu yordam talab qilingan shaxs, yordam ehtiyojli shaxs, buningga zivr holati kiradi lam. Bu masalan, ya lallohi lil muslimin desak, ey Alloh musulmonga yordam qilsa degan gap. Buni tarjimani shu shaklda qilamiz. Ya la Xolidin li Bakrin bo'lsa, ey Xolid Bakrga yordam qil degan gap. Demak, bu yerdagi lamning ma'nosi nima ekan? Yordam talab qilish ma'nosini cho ifodalaydi. Ikkinchisi ajablanish ma'nosi bor. Ya'ni lamninki ajablanish ma'nosi bu ko'p hollarda nido bilan birga keladi. Masalan,
Bu vaqt nida bilan birga kelib qolgan vaqtda bu lam zvaro qiladi. Ya lal farah nima degan xushalliq. Ya lal ar nima degan numus deganga o'xshagan. Bu hamda yasiz kelib qolsa, nidosiz holatga kelib qolsa, sir holatga keladi. Masalan, lillahi darruk. Bu odatda bir odam yaxshi, hayron qoldigan shu vaqtda deb qo'yilgan gap. Ajablanishni ifodalaydi. Ajablanishni ifodalaydi. Onun için sayrura ma'nosi bor. Buni lamus sayrura yoki lamul aqibat deb ataydi. Oqibatda yoki bo'lishi uchun degan tarjimani qo'shib beramiz bunga. Masalan, Qur'on Karimda faltaqatahu ali fir'aun liyakuna lahum aduwa. Qaranglar oyatga. Suzuvaldi ali fir'aun u Musa alayhisalomni liyakuna oqibatda o'zlarining bilan dushman bo'lish uchun. Alloh taolo Musa alayhisalomni Fir'aunning oilasini qutqizib olganligini bizga xabar berib deydi. O Fir'aunning ailesi Musa alayhisalomni nim bo'lashni qutqizib oldi, oqibatda dushman bo'lash uchun qanday qildi? Qutqizib oldi. Bu yerda lamning ma'nosi oqibat yoki bo'lash uchun sayrurachu ma'nosi bor. Ondan keyin lamning isti'la ma'nosi bor. Isti'la ma'nosi deganda ala ma'nosi bor degan gap. Bunga gaka degan tarjimani beramiz. Masalan, yakhirruna lil azqani sujjada. Yakhirruna lil azqani sujjada. Yakhirru degan gap yiqiladi ular lil azqani yuzlariga. Asl lil azqan ala al azqan ma'nosi yuzlariga yiqiladi sajda qilgan holatda. Ya'ni ular sajda qilib yiqiladi degan oyatda bulardagi xuddi ala badiki o'xshash yuzlari uchun yiqildi demaymiz illat ma'nosida. Yoki tamlik ma'nosimi kelmaydi, faqat isti'la ala ma'nosi keladi. Ular yuzlariga, ya'ni ular sajda qilgan holatda qanday qildi? Yiqiladi degan oyat. Ondan keyin lamninki vaqt ma'nosi bor. Endi vaqt ma'nosiga qanday ma'nosi deganda bu mutlaq holatda bir vaqtni ifodalaydi, ammo jumlaningki siyoqiga qarab turib ya ilgari yoki keyin degan ma'noni biz farqlantiramiz. Bu ko'p hollarda keyin degan ma'noni ifodalaydi. Buning misollari masalan Rasulullohning hadisida sumu li ru'yatihi va aftiru li ru'yatihi degan hadis bor. Sizlar nima deymiz? Oyni ko'rganliging uchun tutinglar. Ayni ko'rganliging uchun iftor qildim do'q. Yo'q, uchun degan ma'nosi faqat emas kelmaydi. Qaysi ma'nosi emas qildi? Vaqt ma'nosi. Ya'ni keyin degan ma'no. Ayni ko'rgandan keyin tutinglar, ayni ko'rgandan keyin qanday qilinglar? Iftor qilinglar. Chunki bu yerdagi lamning ma'nosi bor, ba'd keyin ma'nosi bor. Masalan, hadal g'ulamu lisana deydi arablar. Bu bala 1 yoshga kirdi degan gap. Lisana. Bu yerda lamni nima ifodalaydi? Kirgandan keyingi vaqtni ifodalaydi. Demak, lamning vaqt ma'nosi bor. Masalan, Qur'on Karimda aqimis solata lidulukish shamsi. Namoz o'qing kun egilganligi uchunmi? Yo'q. Kun egilgandan keyin namoz o'qing. Bu yerdagi lamni nima ma'no beramiz? Ba'da ma'nosini beramiz. Chunki bu yerdagi lamning ma'nosi nima? Ba'da ma'nosi bor, keyin ma'nosi bor. Demak, lam vaqtni ifodalaydi, ammo jumlaning siyoqi bosh oy qarab bunun ilgirmi yoki keyinmi ekanligini bekitamiz, ammo ko'p hollarda lam ba'da ma'nosida keladi. Keyin degan ma'noda qo'llanadi. Ammo jumlaning siyoqi ilgiri degan ma'noni taqozo qilib qolsa, ilgiri degan ma'noni bersak bo'ladi. Undan keyin lamning ma'a ma'nosi, ya'ni musahaba, birlik ma'nosi bor. Masalan, buning misoli shoirning so'ziga o'xshash: "Falamma tafarraqna ka'anni wa malikan li tawli ijtima'i lam nabit laylan ma'an." Dedi, "Falamma tafarraqna" biz o'yladik, qarindish o'lab ketdi. Qarindish qarab deb aytgan she'r. Biz ayrılıyorduk. Xuddi men ve Malik, kardeşin ismi. Xuddi men Malik. Li tawli ijtima'in. Qaranglar. Jug'lishninki uzunluğu üçün desek qamlaşmaydı. Nimişqa bu yerdagi li tawlidagi lam nimanisida? Ma'amanisida. Uzun uçuşlan birli turib, uzun uçuşib turib, ya'ni ma'a. Uzun uçuşlan birga lan abut laylan ma'an. Yani ka'anniga qaranglar. Xuddi biz bir kecha birga yatmagandek. Qarindishim bilan men ayrılib edim. Uzun birga yashab, uzun birga turib tug'an bo'lsaqmi, xuddi bir kecha bir yerda yatmagandek mushundaq his qildim deb aytgan she'ri. Bu yerdagi maqsad shohid nima deganda, bu yerdagi maqsad li tawli ijtima' deganning ma'nosi, yerdagi lamning ma'nosi ma'a tawli ijtima'.
bizning bir yog'lishimizning, bir yakirishimizning uzun bo'lishi bilan birga xuddi biz bir kechimi bir yatumagandek shundoq his qildim demoqchi. Demak, bu yerdagi lamning ma'a ma'nosi bor. Onundan keyin lamning fi ma'nosi bor, zarfiyat ma'nosi bor. Fining qanday ma'nosi bor? Asosliq data ichida. Bu ana ma'nosi shundoq. Shunda ba'zan harflarga ishorat qilib, lamning fi ma'nosi bor, lamning ma'a ma'nosi bor deb qolsa, asosliq ana ma'nosi maqsad qilgan bo'ladi. Lamning hamda fi ma'nosi degan data ichida degan ma'nosi bor. Masalan, buningdagi Qur'on Karimning keltirilgan misol: "Va nad'ul mawazinal qist liyawmil qiyamah." Qiyomat kunida adolat tarozisini qo'yamiz. Masalan, bu yerdagi liyawmil qiyamaga biz zarfiyat ma'nosidan boshqa ma'noning hech qaysini mos keltirib tarjima qila olmaymiz. Demak, harflarning ma'nosi cho'qim o'z joyini topmasa, bizning tarjimamiz qurashmaydi. Masalan, qiyomat kunida adolat tarozisini qo'yamiz. Zarfiyat ma'nosini aytmas keldi. Boshqa yuqorida so'zlangan hech qanday ma'no uchun bunga mos kelmaydi. Tamlik ma'nosi mos kelmaydi, istig'otha ma'nosi hech qanday ma'nosi uchun mos kelmaydi. Shuning uchun harflarning qo'shimcha ma'nolarini bilish muhim. Tarjimaninki moslashdan chiqishi uchun. Unda bo'lsa, bugungi darsimiz mushu yerda oyoqlashdi. Keyinida mashq berildi. Mashqda lamning 15 xil ma'nosiga 15 xil jumla berildi. 15 xil jumlada har birida bir xil ma'nosi maqsad qilingan. Sizlar shuni tepib o'zaro tutashtirasizlar. Va buni 20 bir betda, 20 yana bir betda berildi. Unda bo'lsa vaqtdoshlar, bugungi darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. لو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت